Nimaga urding? O'zi aybdor. Xiyonat qildimi? Yo'q. Unda nimaga urding? 2 qavat pastdagi qo'shnimiz jalba qildi. Ularning etajini supurmayotganmish. Nimaga supurmading desam, yaramadim, og'royoman deydi. Kuyovligimda kiygan ko'ylagimni dazmolda kuydiribdi. E'tiborsiz bo'pman, og'royoman-u deydi. Qozon kovob qilgin desam, dimlama qilib qo'yibdi. Nimaga dimlama qilding desam, yog'li ovqat qila olmayman-u, og'royoman deydi. 3-4 kundan beri ertalab 6 da turadigan odat chiqardi. Xotin degan sal ertaroq turmaydimi desam, og'royoman-u deydi. Boyagisi hammasidan oshib tushdi. Choyxonaga ketishim kerak edi. Keyin yotgandim. Naskimni kiygizib qo'ygan desam, egila olmayman, og'royoman deydi. Keyin qo'lim ketib qoldi. Farruh, aslida sen og'royoq ekansan. Tushundingmi? Adolat. Sen akam meni himoya qilmadi deb xafa bo'lma. Men og'ir oyoqlarga qo'l ko'tara olmayman. Nima ham qilardik? Meni singlim shunaqa dangasaroq ekan. Lekin seni singling tilla. Meni tashqarida kutib tura olasizmi? 2 daqiqada chiqaman. Aka, men podest tozalagan emasman. Odam olib kelib tozalatadilar. Og'ir oyoq bo'lmasam ham. Juda ko'p bo'ladi. Uxlab qolib 8 dan keyin turaman. Og'ir oyoq bo'lmasam ham. Agar biror joyga bormoqchi bo'lsam, avtobus u yoqda tursin, taksiga ham chiqarmaydilar. O'zlari olib borib olib keladilar. Og'ir oyoq bo'lmasam ham. Qozon kabob, dimlama. Aka, biz bu ovqatlarni har doim buyurtma qilamiz. Menga qildirmaydilar. Chunki men qilishni bilmayman. Meni shu kamchiliklari bilan sevadilar. Og'ir oyoq bo'lmasam ham. Og'ir oyoq bo'la olmayotgan bo'lsam ham. Ovozi do'rillagan hamma ham erkak bo'lavermas ekan.